难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会荡起帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。 Ziraat məxluqunun dişini sanaş meselesi. 1, 2, 3. Marques, ben seni 3. kıtım kıçılap andın küldüreldim. Ha boldu, bana geldi. Ha, kandak kısam seni tekim küldürel hemen. 1, 2, 3. Oo, keçirgin Marques, çıkırak ekran beni bek korkutuvetti. Çıkarak ekran hemşe govunu korkutuyordu. Çiqraq ekran. O, Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nadi g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq matematikada ishlar paydo bo'ldi. Bu Tixan g'alati maxluq ekan. Muslaviyadagi uning terg'an ziraatlari eng xushal ziraatlar. Ya'ni ko'p ishliq ziraat g'alati maxluqi u yo'g'on ishlarini chiqarib keladi. Uning kelishlariga qarab turganlar ters kulib ketadi. Tishmo dehqon g'alati maxluqi. Oo, yaxşımısınlar? G'alati maxluq matematika atirdikilar. Men sizlarning yordamingizga muhtoj. Nimish bo'ldi? Bu ko'p tishliq ziraat maxluqi munosabatlik eridor ko'p tishliq ziraat maxluqining tishining oz ko'pligiga asosan tanlaydi. Biroq men ularning tishlarini sanaganda ovorchilikqa yo'liqdim. Ba'zi ziraatlarning 5 tal tishi, ba'zilarining 6 tal, yana ba'zilarining 7 tal tishi bor. G'alati maxluq matematika atirdikilar, sizlar menga yordam qilmabsizlar. Albatta yordam qilamiz. G'alati maxluq matematika atirdikilar hozir yo'lga chiqadi. G'alati maxluq matematika atirdikilar, sizlarga ko'p rahmat. Biz Tixan g'alati maxluqining har bir ziraatlarining har qaysisida qancha tal tishining borligini sanab beraylik. Men ishonmanki biz matematika o'qimini foydali bal qila olamiz. hey, sizning g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askatma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rganishimizga yordam beradi. Bugungi g'alati maxluq matematika askatma so'zi bo'lsa, qancha? Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirg'i ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Hozir emas-ku. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingda anlatmasam bo'ladi. Keçirgin Lili. G'alati maxluq matematika atirtidikilar. Biz ko'p tishliq ziraat g'alati maxluqning tishini sanig'ilib boraylik. Tishmo dehqon g'alati maxluqi. Yaxşımısınlar? G'alati maxluq matematika atirdikilar. Biz ko'p tishliq ziraat g'alati maxluqining kulib berishini saqlashga toqat qilmay qoldik. Hey, ular nimishqa kulmaydi? Ko'tinglarmi mana? Bu men yo'liqqan masala. Ular nemishqa kulmay turdigandi? Kulmay turib olsa, men ularning tishini sanayamayman. Tishini sanayamsam, qaysi ziraatni xaridorga setib berishni bilmay qolaman. Qanday qilsak ularni kuldiraymiz? Balkim bizning qilgan ishlarimizni ularni kuldirishi mumkin. Go'o, bizda qanday ishlarni kuldiraydiganligi esimda. Sening esingda bormi? Qichiqlash. To'g'ri, har qatam qichiqlashganda odamni bek kuldirib etadi. Qichiqlash bizni kuldiraydigan yerda, balkim bu ziraatlarni kuldirishi mumkin. Balkim bu amal esqitib qolar. Amisa, men bu ziraat g'alati maxluqni qichiqlab boqay. G'alaba qozondik. Ziraat g'alati maxluqi og'ir kuldi. Tixan g'alati maxluqi tizim tishlarini sanab. Bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To'xtanglar. 8 tal. Bu mumkin emas. Mening ziraat g'alati maxluqimning hech qaysining 8 tal tishi yo'q. Ular 5 yoki 6 yoki ish ketganlarning 7 tal tishi bor. Men nimani xalda qilgan demak? Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 ga sanayman. 1, 2, 3. Qancha?
Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik uqumlar ko'rsatib keldi. Bir cho'ng g'alati maxluqning atrofida bir qancha kichik g'alati maxluqlar bor. Qancha tal kichik g'alati maxluqlar bor? 1, 2, 3, 4. Hey, bayam uni sanab bo'ldik. Esingdan chiqib qoldimi? Ha, u sanashdan ezib qoldi. Eng yaxshisi yana bir qatam sanash kerak. 1, 2, 3. Ranglangan g'alati maxluqlar sanalib bo'lganlar qarmaqimi nihoyatda aniq. 4, 5, 6, 7, 8. Har bir maxluqlarga belgisel asosida haqiqatan oson bo'ladi ekan. Rahmat sana matematik ko'rish ekrani. Bu amal bo'ldi ekan. Biz sanagan vaqtda har bir tishlarga belgisel olsak bo'lgudek. Shunday qilsak sanab bo'lgan tishlarni qayta sanab qilishdan saqlanib qolamiz. Hamda bu ziroat g'alati maxluqlardan qancha tishi borligini o'ng'aylab bilaymiz. Qancha degan matematik bilim bo'lgan ekan. Biz birlikda g'alati maxluq matematik o'qimini ishlataylik. Bo'ladi do'stlar, biz belgisel olgan narsalarni tepib tish sanagan vaqtimizda belgiselib qo'yaylik. Agar mening tishimga bir narsalarni surkab qo'yilgan bo'lsa, albatta yeydigan narsa bo'lsa ekan deyman. Ha, men ularni nayt yaxshi tushunaman. Ziraat g'alati maxluqning nazarida alohida ko'p yeyishlik ziraat g'alati maxluq yemaklikka eng yeyishlik. Alayda ko'pchilik ziroat g'alati maxluq yemaklikki anglamoqqa nihoyat yeyishlikday turadi ekan. Men cho'tqiga ziraat yemakligini surtay, ondan ularning tishlariga surtay. Bo'ladi. Tishlarni sanagan vaqtda bu yemekliklarni surtib qo'yaylik. Bundaq bo'lganda sanab bo'lgan tishlarni qaytadan sanab qolmaymiz. Qaraganda biz ziroat g'alati maxluqini yana bir qitim qichiqlab, ularning kuldirib eg'izni ochqizmasak qat'iy bo'lmaydi ekan. Qichiq. O kuldi-ku, bo'ldi. Qimig'im to'xtab bo'ldi. Dehqon g'alati maxluqi tishni sanashni boshlang. Matematik atriklar birlikda sananglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vah! Bu ziraat g'alati maxluqning 6 tal tishi bor ekan. Oh, g'oyjon. Qichiqlash bak jafoliq ekan. Hozir biz bu ziraat g'alati maxluqning 6 tal tishi borligini bilib oldik. Bayatdan beri qaysi ziraat maxluqning tishini sanagan bo'g'aytoq. Ha, boy sanag'inimiz bo'lsa, yishliran bilan minapshiran aralashgan ziraatning o'tirislik shu. Ularning hammasi yishliran va binafshiran aralashgan ziroatlar. Magis boya sadig'imiz qaysi bilalmadim-ku. Biz ularning tishlarini ko'rolmaymiz. Biz qanday qilib ham ziroatlarning qanchadan tishi borligini bilalaymiz. Raqamdagi maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Qancha? Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Qancha? Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik uqumlar ko'rsatib keldi. Birinchi qapni to'shqizimiz. 1, 2. Qapning ustiga 2 raqamni yozib belgi qilamiz. Keyingi qaytam qayta sanashning o'rni yo'q. Endi ikkinchi qapni to'shqizimiz. 1, 2, 3. Qapning ustiga 3 raqamni yozib belgi qilib olamiz. Mushunda qilsak keyingi qaytam qayta sanashning o'rni yo'q. 1, 2, 3, 4, 5. Qapning ustiga 5 raqamini belgi qilib olamiz. Mushunda qilsak keyingi qaytam qayta sanashning o'rni yo'q. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rish ekrani. Hozir biz narsalarning sonini xotirlab olsak, keyin mushu xotirlab olgan songa qarsak, narsalarning sonini bilalaymiz. Hamda qaytadan sanashning aytish yo'qligini bilib oldik. Lili, undaqda biz yana bir qatim sanamdoq. Shundaq-ku bu. Biroq bu qitim sanagan tishlarning sonini ziroatning tashkigiga yozib qo'yamiz. Mushundaq bo'lsa, ular eg'izni yumib turgan taqdirdimi? Biz faqat tashdagi sonlarni ko'rsaklar, ularning qancha tal tishi borligini bilalaymiz. Bo'ldi-ku bu. Qichiqlashni boshlag'in. Bo'ladi, Lili. Dehqon g'alati maxluqi. Endi siz alayda ko'p tishliq ziroat g'alati maxluq yemekligini tayyorlang. Biz tishlarni sanaylik. Matematik atriklar biz birlikda sanaylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lili, bu ziraat maxluqining 6 tal tishi bor ekan. Bo'ladi. Bu ziroat maxluqining 6 tal tishi bor ekan. Undaqda biz tashdakka qaysi sonni yozamiz? 6 raqami. To'g'ri javob berdingiz. Men sonni yozay. Keyingi qadamda bu ziroat maxluqining tishini sanaylik. Men keldim. Qichiq. Qancha tishi bor ekan? Biz oldi bilan sanaylik. Endi belgi solaylik. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ziraat maxluqining 5 tal tishi bor ekan. Bo'ladi. 5 tal tishi bor. Undaqda biz tashdagi qancha raqamini yozamiz? To'g'ri javob berdingiz. 5 raqamini yozamiz.
kichik, 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 kichik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tishi bor ekan. Biz tishning sonini tashtakka yozaylik. Mushtaq qilsak bu ziroat maxluqining 7 ta tishi borligini bilalaymiz. Voy voycha. Hey. Ziraat g'alati maxluq ko'rdirishning texmi asosini topdim. Qaranglar, ularning qaqaqlab kulib ketganini. Biz faqat yiqilib ketsaklar, ular kulib ketadi ekan. To'la kulmanglar. Kulki ovozi beshimni og'irtib etdi. Biz sizga nima ish qilib bersak bo'ldik-kim? Chusmijaz changoyib Men bandi. 6 tishlik ziroat g'alati maxluqini zakaz qilganti. Ha, 6 tishlik ziraat maxluqi. Hozirda aytib beray. 6 tishlik ziroat g'alati maxluqi. Biz qaysining 6 tishlik ekanligini qanday bilamiz? Tashakda 6 raqam yozilgan ziroat g'alati maxluqi shu. To'g'ri javob berdingiz. Ha, men buning 6 tishlik ekanligini qanday bilaman? To'g'ri. Bu tip ziroat to'g'ri ekan. Hey, men kulyapman-ku. Hey, kulish meni teriktirib etdi. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atatliklar. Biz dehqon g'alati maxluqqa yordamlashib ko'p ishliq ziroat g'alati maxluqlarning qancha tishning borligini xotirlashib berdik. Biz qancha degan matematika bilimini o'rgangandan keyin Şu albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimlarini g'alabada qoldirdik.